Hay kız bil ko'nglimni bersan, ham rostdir so'zlarimga ishon. Qilmasman hech kimni santan, bir sana ko'yib chin dedi so'yib. Bilolmadim sababi, bilolmadim men. O'tolmadim ko'nglimni, o'tolmadim ham. Hamim ko'nglim o'tolmadim, o'tolmadim. To'xtama to'xti filmi har shanba kuni yayınlandı. Salon adresimiz To'xtama to'xti. To'xtama to'xti filmini eng suzuk altını ko'rmoqchi bo'lsangiz, bu ikkilik kortni skanerlab Subat Abdidalning eng yangi nusxasini tushiring. Rastla chempionini yaxshi ko'rib qolgan bo'lsang, onini oylab kelsang, yengam bilan yo'q yuborib kel. Men ashkasaya urs bilan birga o'ynamdim. U yerda xotinni ma'qul qara. Hammani qilasiz. Ko'ra bag'aya, qandaroq chiqdim. Nima qarayapsiz? Kechiring. Hadi. Bilmem. Bu ko'rinishlar sizga intayin tushuniksiz tuyg'uni berdi. Bu hikoyalarni to'liq tushunmoqchi bo'lsangiz, gapni tunugun shuhrat bilan mening singlim bog'chadan chiqqanki vaqtni boshlaymiz. Ma undidar da'vat bering. Ha, ma'qul. Ko'ra bag'aya, qandaroq chiqdim. Nima qarayapsiz? Ishimga men sizni sog' salomat akangizni topshirib beraman yaxshisi. Ma'qul. Aka. Nollar. Kelib ketdim ebe. Yer esa bir kun o'ynagansan. Men bak yurib ketdim. Yerga toma, bo'ldi qat tomog'im deganmi? Hey. Ishida suvi yo'qmi og'zim bak qurib ketdi meni. Ama uyga turbansiz ishcha. Aka, men mustaq ketgandim. Mustaq ketdingmi? Rahmat aka. Hey. Ya bu seni sening qilgan muomalang bilan ha bizga qilgan muomalang nimada cho'q farq bor? Akamcho meni kichigidan ashta aytvorlaydi, qanda? Voy bo'pti. Yerib ketgan bo'lsang, bo'ldi qat tomog'in. Men rasman batay qarasizdan. Avo. Azda xayr qolganda. Sen bir kun beri o'ynabsan. Biroq qapib qo'ya ketdi. Chiroq kasaraya o'g'rising. Xo'sh aka. Hey. Siz qaytqash turgan meni Asad bilan deyishilgan ishim bor edi. Nima deyishmoqchisiz men ma'lumotchi? Voy siz qaytavergan men ayrim deydigan gapim bor edi. Aka, men vaqrotdi. Ya ma Bir vaqra. Ya ma sen bilan ayrim deyishilgan bir shaxsiy ishdi-ku. Ishimiz deyishilgan. Voy, men uchun sening nima deyishdiganligingga qat'iy qiziqmayman. Bir gap bor qara. Men bek oldikin o'lishib ketdim. Endi to'xti hozir yo'qdigina. Men bu uyga yinkirdim. Dey desam, tixi. Demay desam, tixi. Hey, bir tilingni chaynamay, gap bo's qash degina. Qara menda gap. Men to'xti sodiq uchimiz bil o'tagan to'xtigina. Men qarasam bu sodiq sal bir benormaldek. Men sana desam, agar meni hayajonimiz yaxshilab qolgan bo'lsa, men deydim. Dadangga de. Men vallah programmasiga bek sayla ketdim. Meni dunyodagi tutib. Men agar kalla CCTV'dan olti vaqtda chiqsam, cho'lpan riyosat bo'lib chiqdim men. Bunda qarasam bir xil ko'ngli yerimdek bir xil turdi degina.
Nima bo'ldi desam, demidek. Men qo'yamdi, mana o'ziniki ko'ngli yerim bo'lib qolgandi deb o'ylashgan. Lekin Tumarsiz ikkimiz rasm tushgan vaqtda qana rasm. Rasm tushdi. Yaqin turdim. Quchoqdingmi? Qo'lingni oldingmi mendan? Raqlama ko'ray. Nima ketdi bu? Yaqin turdim. Ha, qara. Mana rasm qara. Bu Voy, nima yutsa bu rasmni? Shukrat. Maishni ikkinchi demdimi? Bu chiqim aralash uchun bor. Bir şey qolsin bu gap, ha? Hey, Voy, ketmasiz-ku. menchu o'sha sizni saqlab turdim. Akam bilan nima deyishdingiz? Menchu o'sha bir ish borligini bilib qasddan saqlab turdim. Hechnim deyishimdiq. Damsiz demamsiz, bo'lmasa akam meni bozaq qildi deyman, ha? Voy, nimanda vijdoningiz yo'q sizda? Damsiz demamsiz. Voy, qara, akangiz bu ishga aralashmaydigan aralashmaylar bo'ldi. Ha, akam aralashmadisam aralashmaysiz, demaysiz shunami? Akamdan baq qo'rqayotgansiz, ha? Men degan donliq riyosatchiman, akangizdan da qo'rqayman. Siz qo'rqmasangiz-dan, ha? Nima deyishdinglar? Danga? Qara, ikkimiz bilib tushgan rasm bor-ku. Masala o'sha rasm. Aslida? Ha, qarab boqay-a. Voy, men ajab diqqat qilmabdimmi-na? Shu dal mishada shu. Xo'jon, yuzim bakcho'ng chiqib qoldi. Voy. Mana. Ay, bu sizlarning ayliq sestra do'stinglar shu-ku? Ha, shu. Endikisi ayolmi? Masala dal mana mishada. Bu uning ayol emas. Do'stingiz taloq qarabdimi? Boshroq gap qiling. Bizdagi qarang. Ishni aniq uqmaymiz-da, ha, shunga. Biz aldirab qaror chiqamaylik. Aralashmaylar bo'ldi. Ha, do'stingiz buzilibdi, ha? Ha, buzilibdi. Voy, ya qarang, buzilibdi emas. Ha. Biz ularga bunda qarchab bo'lsak bo'lmaydi-da, ha. Shunga aralashmaylik. Yo'q, nima deb aralashmaymiz? Biz-chi bu ishni tekshirib tadqiq qilmasak zo'r bo'lmaydi. Bu qanday tekshirasiz buni? Aralashmasak bulg'ayish. O'ylab boqay. Ha, biz-chi do'stingiz ishlagan doktorxonani bilsiz-ku? Ha. Ash doktorxonaning oldiga berib qarab turaylik. Mashqa men bormayman, qarang, o'zingiz qilib keling. Boramiz? Aralashmaylar bu ishga. Akam aralashmadisam aralashmaysiz. Akamdan qo'rqaysiz, shundami? Voy, akangizni kim qo'rqaydi-ki? Boramiz? Maq. Ha, at bordigan bo'ldik, ha? Men kechda o'limizning kinosini yana bir qidirib kelib chiqman. At borgan vaqt cho'chkimiz saqlab turaylik. Nimada kiyib oldingiz? Shu jim turing. Bu qanday bu? Ben degandek bo'ldim, men ko'rgan kinolarning hammasi-chu işte cho'qim chiqadi. Biroq biz 3 soat saqladik va hech bir yo'q. Men menga yuray bo'lmasa. Tur. Ana. Chiqdi. Men nima dedim? Ne degandek bo'ldi? Qara. Ketdi. Ha? Qani deyman. O'xshayotamdi qanday? Nima yiqirib Bir baqanda. Nima bo'ldi?
Eshitma? Bizga ma'ni. Ay adam, sen opam telefon qilmoqdamsa? Kunda men telefon qilmayman deydi. Aldığım günde qildi, bir kun qilmagan qilmadi deb. Sen meni o'rnimda qilib qo'y, qizni qoldirishga deb. Voy degan, unda deganingda cho'nglab bilsam, pek o'shaydi ha. Men sen qorong tushdi, uy kirib qolsam, bir kez uy kirganda o'zgu deb. Sevinib qolgandi, cho'nglar emasmi? Tamam. Canki ablaning hammasi mushtaqmidi? Endi to'g'ri tushan. Sen meni o'rnimda qilsa. Gap uzun bo'lib ketaman. Telefon keldi. Vay adash yaxshimi? Adash yaxshimi? Voy yo'lda ko'rsangmi ko'rmas silib o'tib ketadigansan tek odamni. Dik gapni qildi ekansan. Hozir Sodiqni qo'ltiqlab ketib qolmamdan. Ay to'g'ri degina uydaman. Men qo'lim durmuch ish turibdi oshxonada, so'lim boqishimda. Ami Sodiqchi? Sodiq haqniki jibasini tupimada chiqib ketgan. Uning endiki sen emasmi? Nima? Sodiqning qishida qizolar? Yo'q, adash eshitdim demadim. Yo'q, men xato ko'rib qoldim, hech qisi yo'q. Aniq qilar gapni edim. Adash ma'qul emas, men boshqa kun telefon qilay, azroq ishim chiqib qolganda. Ha, ma'qul, xo'sh. Vay. Ya hiç yok. Qanaqasi hech yo'q, bir xil bo'lib qoldi. Voy yoqqa hech yo'q. Voy sen nerede bunda-da? Hech yo'q bo'ldi. Ben anladım telefondan so'kam boshqalarni biladi edi. Voy yoqqa xato ko'rib qolganda u mendan qo'rqmay shunday ishlar qilamda. O'g'il shu so'kam qanday lekin haqim bekorundoq gap emas. Voy yoqqa aralashmoqda bo'ldi. Chiqib ketgan tug'i doktorga bir berib boqsaq bo'ladimi? Voy bo'ldi, unda qilishning hojati yo'q. Voy ada bo'ldiqlar. Bo'shma chuqum meni qilayman. Berib boqaya. Ay bo'ldi. Ay bo'ldi. Bo'ldi. Topdim. Nimaga? A tarafga. Rasbamga? Ha? Rasbamga? Shundika? Bilmadim, yana bir qitim qarab boqaylik. Endi tutib oldim. Siz kim u? Nima o'xshashga qilsiz? Yana men do'ratsiz-ku? Qarang. Tutaylik. Voy, yana siz-ku? Bu yerda nima ish qilsiz? Bu sizning nimangiz? Nima do'raversiz? Siz do'rasiz. Qanday qilganimda agishgansiz qizlarni men ma'lum qarab qolasiz zajardan menda dajal Sodiq meni yeznam. Sodiq meni og'inam. Sodiq meni ayolning ismi Sodiqmidi? Ha? Ay siz ismini bilmay turib nimachalar kuchaysiz? İlkarınız. Qizal yo'q turdi. Qizal yo'q-ku. Qo'layli. Adash. Men nim dedim, mening o'ylig'imdek bo'ldi. Buzda emas. Adash, men bir uqishmas qilib qo'yapman gapni. Emas, men kuyga kinolarda oldirayman ishim bormi? Adash, men ishni bir ini qildim. Zan nima keyin tushuntirib. Adash, men keyin desam, men ish bika yo'g'inab ketdim. Yomon qalayim qolib ketdim. Men keyin tushuntirib. Bir tushuntirib, gap qilaman. Aka, Siz bu yerni chiqasiz hamda. aka siz nima ish qilyapsiz? Keyin deb berasiz. Nimani keyin deb bersiz? Adash tushuntirib deydi bo'ldi ishlarni. Kepim kirib. Madam 100 kilo olamsiz aka? 100 kilo olmaydi, men sizni shunchalik deb qo'yay. Ko'rganlarimni olmaysiz, olishma. Yo'q, bu yerda to'qilmas kerak. Qanaqa o'z ko'zim ko'rdim. Turgizsak aralashmagan degan bu ishqa. Menga aralashmaydim shu sizmi? Bu kichik bo'lsa, sen bu ishni aytganimda bu ishlar o'ylagandek emas. Berib kelgin.
Abi oka bas bulmayı varsın. Kendi Oka şekillenmediniz. Neye varısın? Oka sımıştaksındınız. Bulmaydı oka. Bana düşendir. Buldu. Hadi. Boşlanam sırasıma. Ben sizi keyin tushundiray. Agar hozir tushundirmay ketadigan ishimiz bo'lsa, menga tushundirmang. Boshlanamiz mishada oxirlasin. Kechiring. Hadi. Hadi neyge? Hadi ney mangıl? Hadi. Hamda razı olunlarmı? Sen erişmek yoğun netice müşüma? Adlaşmalar dedim bu başka. Onun üstü bu işler oylaganda günah emez. Şu ada şu zaten neymiş boldu şu? Qaysi kunimiz bog'cha uchrab qolgan kuni To'xtama to'xti filmimizningki 8-5 xizm chiqqandan keyin nurg'un yaxshi inkaslarni topshirib oldik. Bizni qo'llagan barliq ko'rmanlarga rahmatimizni bildiramiz. Shu vaqtning o'zida bizningki qiyinchiligimizni es qilgan bizning eng chong qo'llovchimiz Shahla sherkitimi bizni iqtisodiy jihatda texnik qo'llaydiganligini bildirib, Shahla chash doktorini hamkorlashib setivilish faoliyatini yana bir qatim uyushtirganligini bildirdi. Hamda oldingi qatim sistem sababidan ba'zi xaridorlarga biz qulaysizlik yeb keldik. Buning qatta bu so'raymiz, bu qatim sistema texnik mukammallashtirildi. Ham bu faoliyatning shakli bo'lsa, ya'ni oldin setib olgan 100 xaridor 58 yuandan, 100 dan 200 bo'lgan xaridor 48 yuandan, 200 dan keyingi barliq xaridorlar 38 yuandan setib oladi. Hamda setib oluvchilarning soni 200 ga yetgandan keyin oldingi 100 dan ichidagi xaridorning 20 yuan puli, 100 dan 200 gacha bo'lgan araliqdagi xaridorning 10 yuan puli qaytarilib, hammalar o'xshashlam 38 yuandan setib oladi. Ya'ni asli bahsi 88 yuan bo'lgan Shahla chash doktorini 38 yuandan setib oladi. Hamda Shahla sherkiti bizningki mana shunday qiyinchiligimizni tuqqandan keyin shunday az bo'lsin iqtisodiy jihatda bizni qo'llaydiganligini bildirdi. Hamda shu faoliyatdan kirgan kirimni bizningki filmni suratga olishimiz uchun ishlatishga beradigan bo'ldi. Albatta hamda jamiyatdami bizdimi bakrak qiyinchiligi bor, kishilar nihoyat ko'p. Shuning uchun bizmi shu faoliyatdan kirgan iqtisodniki belgilik bir qismini shunday jamiyatga ehtiyoji bor, yordamga muhtoj kishilarga iyon qilmoqchi. Hamda Shahla chash doktorini tanlaganınız shu chechingizni asirganingiz hamda to'xtama to'xtini qo'llaganingiz bo'ldi. Albatta biz hamda majburiy satsak bo'lmaydi bu maqsadni. Shuning uchun ehtiyoj bor ko'rmanlarga tavsiya qilamiz. Hamda sizning ehtiyojingiz bo'lsa, chechingizni asirgan bilan bir vaqtda bizniki mush to'xtama to'xti filmimizni texnik qo'llashingizni umid qilamiz. Hamda bu faoliyatningki qatnashish shakli bo'lsa, nihoyat oddiy, ya'ni salon izlash adresiga shu ünlülərninki salon izləş adresiga Shahla Bazar və ya ki Shahla deb yazsangızlar çıxıdı. Ya ki şu ekrandakı salon ismini kirgizsiniz mıdı və ya ki ikili kodni skanlash orqali salonga kirgandan keyin salonniki ham astra o'ng tarafdagi hamkorlashib setivilish degan xatni besib ichga kirgandan keyin setivilish degan rayondan situatsiyangiz bo'ladi. Bizni qo'llig'ingizga rahmat, davomli qo'llashingizni umid qilamiz. Rahmat.
Mübarek olsun. Hiçem ket kaptı. Şu ben aşağıda oylagan. Kozam yuna alıyordu. Ya düşmeydi. Jigen bir tanesinin tayini yok. Muşbet gidiyorlar. İşsiz kalmayın. Rolum çıkamaydı beni. Uma. Bunun vuğana paydası yok. Erkek kığınına paydası yok. Bu ne? Yumuşatmasa olmaydı bu ne? Top ya. Qara, bizde var royapniki ki Sabira konzert kapsulu var yine. Muş kapsulu yiysen, muşunda aşı konzert yollarına gelken bozkonu yumuştu, kiçiltip kiçanki zehrini pakiz heydeydi. Lan muş işler buldu ya. Bu işsiz kalmayın. Günde bir var, 3 tane insan oldu. Man, böyle. Çakın, muş işsen, hem bunu o şeydi man. Zaten o nemesi? Ben çok sadıkla yezdim. Kimden feyz var? Hey! Hop! Valla! Çemeni de köyü. Sen de baba! Git lazım mı? İşte sizin ait düşüncesi bir duyğunu verdi. Lakin bu şarkı ilk... demiş ha. Değilsem... Değilsem... Salamet olun. Girişine karam, ben pek aldıkken oylap kettim. Hem de,